Jamoat bilan imom ortida o'qiladigan taroveh namozini fazilati juda ulug'dir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: kim Ramazon kechalarini iymon va savob umidida qoyim o'tkazsa, uning oldingi gunohlari mag'firat qilinadi. Shuningdek, Nabiy sollallohu alayhi vasallam xabar beribdilarki, banda Allohga har bir sajda qilganida Alloh uni darajasini ko'taradi, undan bir gunohini o'chiradi va unga bir hasanani yozadi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: kim imom bilan birga to u namozni tugatgungacha tursa, unga bir kechalik qiyomni ajri yoziladi. Ya'ni kim taroveh namozini imom bilan birga o'qib, oxirigacha undan ajralmasa, unga butun bir kechani ibodat bilan o'tkazganday savob yoziladi. Garchi u keyin qo'shimcha namoz o'qimasa ham. Shuning uchun Alloh sizni rahmatiga olsin, quyidagilarga harakat qiling. Taroveh namozini jamoat bilan ado etishga, imom bilan namozni boshidan oxirigacha o'qishga va namoz tugamasdan oldin chiqib ketmaslikka. Shunda siz ushbu ulug' fazilatga, ulkan ajrga ega bo'lasiz va Alloh taoloning mag'firatiga erishasiz, inshaalloh.